Qizmisan, o'g'ilmisan? Oxirgi mahal Jasmina Transga o'xshab, erkak bo'lib turib jinsini o'zgartirayotgan, o'zini erkakman deb hisoblab turib, ayollarning kiyimini kiyib, lavlariga qanaqadir pomadalar qo'yib yurgan ayol sifat erkaklar ko'payib ketdi. Yana kamiga bular internetga chiqib olib turib, xalqqa video murojaat qilishni ham bilishadi. Nimamish? Men erkakman, bu meni obrazim. Men erkakman. Bu obraz shunchaki rol. Sizlar qayerda ko'rgansizlar o'zini erkakman deb hisoblab yurgan inson ayollarning kiyimini kiyib qanaqadir epilyatsiyalar qildirib yurganini. Endi to'g'ri, bu bola aytishi mumkin, men modelman, o'zimga qarab yurishim kerak, shuni orqasidan tirikchilik qilaman deb. Yoki sizlar aytishingiz mumkin, erkaklar orasidan modellar chiqmaydi deb. Mana masalan sizlarga bitta primer qilib beraman. Kingsman'da bolalarni ko'ringlar, soqollarni qo'yib, chiroyli prichoskalarni qilib, akkuratni kiyinib, o'zlarining kiyimlarini reklama qilib, shuni orqasidan tirikchilik qilib yurishibdi. Mana shularda aytsa bo'ladi haqiqiy erkak modellar deb. Lekin bunga o'xshaganlarni Jasmina Transni yo'ldan ketayotgan xezaliklar deb turib hisoblayman. Agar bu bola haqiqatan o'zini erkakman deb hisoblaydigan bo'lsa, qo'liga bir ketmon-petmonni olsin, yoki zalpalga chiqsin, yoki bo'lmasam bolalarga qo'shilib turib oshga borsin, qo'yog'idan bosib-bosib oshlaydigan bo'lsa, может shunda bu bolaning testosteroni o'sib turib, ayol bilan erkakning farqiga borib qolar. Bu bola katta ehtimol bilan arosatda qolib ketib, ayol bilan erkakning farqiga bormay qo'ygan. Agar farqiga bormayotgan bo'lsa, mana men tushuntirib beraman. Ayol kishi nozik tabiatligi bilan erkak kishidan farqlanib turadi. Erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, xarizmi bilan, qo'polligi bilan farqlanib turadi. Endi bunaqa hezaliklar ko'payishiga qaysidir ma'noda siz bilan men sababchimiz, bilasizlarmi? Nimaga? Chunki bularga biz erkinlik berib qo'ydik. Eslasanglar 10 yil, 15 yil oldin Dilshod gay deganlari bo'lardi. Bu internetga chiqish u yerda tursin, kerak bo'lsa magazinga chiqqani ham qo'rqib turardi. Nimaga? Chunki buni ko'rgan odam urib, so'kib, xo'rlab tashardi. Agar Dilshodga qilgan muomalani bularga ham qiladigan bo'lsa, bular ham o'zlaridan o'zlari yo'q bo'lib ketadi. Endi taktugi bilan yo'q bo'lib ketmasa ham, xatyabi qilayotgan ishini hech kimga ko'rsatmasdan bitta tupikka borib olib turib qiladi. Agar bularni biz hozir yo'qotmaydigan bo'lsak, bular internetga chiqib olib turib, hozirgi yosh avlodni ongini buzishga harakat qilyapti. Agar fikrimga qo'shiladigan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib ketinglar. Sizlar bilan birgalikda bu hezaliklarni tarbiyalashga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam jamiyatdan yo'qotishni yo'lini istab topamiz.